Haj mavsumi yakunlanib, Umra mavsumi boshlandi. Ota-onamni ziyoratchilar kamligi paytida Umra safariga yuboraman deganlar, assalomu alaykum. Bugungi videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, yoz mavsumida Umra narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Rasmiy litsenziyaga ega Hikmat Travel Abdug'offar akam oldilariga kelganmiz. Assalomu alaykum Abdug'offar aka. Assalom. Xudo xolasa Abdug'offar aka yoz oylarida ota-onamni Umra safariga jo'nataman deganlarga iyul, iyun, avgust oylarining narxlari, sharoitlari bo'yicha bugungi videomizda bir to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Inshaalloh aka, ziyoratchilarga birinchi o'rinda atta qanaqangi sharoitlar tayyorlangan? Xo'p, ziyoratchilarimizga sharoitlarimiz birinchi gastinisadan boshlasak, Madinada Divan al-Hijra gastinisamiz nomi 200 metr. 150-200 metr uzoqligi. Xo'p, Makka Mukarramada Sama al-Misk gastinisamiz nomi 800 metr uzoqligi. 800 metr. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, keyin ziyoratlarchi? Ziyoratlarimiz Madinada 5 dan ortiq, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlarimiz. Qizil dengiz sayohati ham shu o'z ichiga oladi. 50 boshlarimiz qanaqa bo'ladi aka? 50 boshimiz Xudo xolasa aeroportdan billa borib, billa kelishadi inshaalloh. Aeroportda ziyoratchilarga yana nimalar taqdim qilinadi aka? Xo'p, somka beramiz, bejik beramiz, nimcha beramiz. Vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Qaytishayotganda lekin 5 litr zamzam suv ham olishadi. Endi Abdug'offar aka, qaysi sanalarga, qaysi oyga qanaqa narxlar, shular bo'yicha ham bir ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi ukam. Iyun oyiga 19-dan 30-gacha har kuni bor deyapti. Bu Toshkent, Jidda primoy reysimiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Va Farg'ona, Jidda 19-kuni bor iyunnaga, 23-kuni bor, 26-kuni bor, 29-kuni bor. Bu ham primoy reys. Primoy reys. Farg'ona, Jidda bo'ladi. Va keyingi oylarga rejalashtirayotganlarga ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Iyul oyiga ham, avgust oyiga ham joylarni bron qilsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa sanalar aniq aloqaga chiqsa, sanalari bo'yicha ma'lumot berib, xo'p, iyul, avgust oylarining narxlarichi Abdug'offar aka? Hammasining narxi bir xil, $1035 qilib beramiz. $1035 qilib beriladi. Qabullarimiz bor. Xo'p, sizga misol avgust oyiga joy bron qilishsa, avgustga kelib narxlar ko'tarilib ketsa, aka, yo'q, bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa, hozir telefon qilib avgustga joylarni bron qilishdi. Zakolatlarni to'lashdi, joylarni bron qilishgandan keyin narx oshib ketdi. Bizga farqi yo'q. O'sha to'lashgan, o'sha kelishgan narximizda uchib ketishadi, Xudo xolasa. Xudo xolasa, undan hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Xo'p, endi Abdug'offar aka, musofir yurtda ishlayotganlar bor, chet elda ishlayotganlar bor. Ota-onamga sovg'a qilishni xohlayman desa, misol hisob raqamlarga chet eldan to'lovlarni amalga oshirib bersa, ota-onalarini uylariga borib, mana shu Andijon, Namangan, Farg'ona ichidan borib chiroyli qilib tabriklab berish imkoniyati bormi bizda? Bor, qilib beramiz, Xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqishaversin. Xudo xolasa, unisini ham qilib beramiz. Qilib beramiz. Xo'p, endi aka, ofislarimizning manzillari bo'yicha ma'lumot bersangiz aka. Xo'p, ofisga kelib to'lov qilaman deydiganlarga Andijonda bor ofisimiz, Farg'onada bor va Toshkentda bor. O'zbekiston bo'yicha 3 ta viloyatda bor ofislarimiz, bemalol kelishaveradi. Onlayn joyini bron qilmoqchi bo'lganlarga aka, ofisning manzili to'g'ri kelmaganlarga uzoqlik qiladigan bo'lsa, onlayn mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Onlayn joylarni bron qilib, bemalol uchib ketishaveradi, Xudo xolasa. Xudo xolasa, bundan ham muammo yo'q. Endi aka, ko'pchilik bo'lib umraga bormoqchi bo'lishadigan bo'lsa, narxlardan skidka so'rashsa, bularni ham iloji bo'ladimi? 5 dan ortiq bo'lsa, qilib beramiz, Xudo xolasa. Mana shu narxdan ham skidka qilib beramiz, jichchagina. Xudo xolasa, bundan ham skidka bo'ladi. Hamkorlikda ishlaymiz deganlargachi aka? Hamkorlikda ishlaymiz deganlarda ham gaplashamiz. Bemalol aloqaga chiqishaversin, hamkorlikka ham ishlayveramiz bilan. Ekranda raqamlar Abdug'offar akam nomerlari, bemalol aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi.